Ağa Abdullayev ham onun ömürlük жолдасы Mariya apa Shumanbaratovаны hürmet менен, kol şapatlaular менен kutib alamız. Marhamat. Almatıdan kelgen mehmanlarımız, qani o'rnimizda turib kutib alamız, kol şapatlaular менен. Murat Ağa Abdullayev ham onun ömürlük жолдасы Mariya apamız Shumanbaratova. Marhamat. O'rtadan o'tamiz qani. Hürmet menен Yaşlılık Vokal instrumental ansamblyning sazendesi, ansamblning muzikal oyaktan boshqaruvchisi Jalbosin Abiyev. Qarshi olamiz. O'tkiring ishga. Qasalamiz Jalbosin'imizda. Qasalamiz. Jalbosin Abiyev. Yaşlılık Vokal instrumental ansamblyning sazendesi ham qo'shiqchi Po'lat Baymbetov. Almatıdan kelgan mehmonimiz. Marhamat. Po'lat Baymbetov ritim gitarada. Yaşlılık Vokal instrumental ansamblyning sazendesi, saksofonist Murat To'rebekov. Ansambl sazendesi. Yaşlılık Vokal instrumental ansamblyning davulpozi, udarnikchi Habib Davutov. Marhamat. Qasalamiz Almatıdan kelgan mehmonimiz Habib Davutov. Urib shertu asbabi, ya'ni udarnikda sazendi Habib Davutov. Yaşlılık Vokal instrumental ansamblyning sazendesi, bas gitarist Anvar Almenov. Qasalamiz. Yaşlılık Vokal instrumental ansamblyning qo'shiqchisi ham sazendesi, Almatıdan kelgan qonog'imiz Manas Imanovda qo'l shapatlaular menен qarshi olamiz. Marhamat. Yaşlılık ansamblyning eng kichkina solisti bo'ldi vaqtida. Hürmetli mehmonlar, keşke qatnashuvchilari, endi hozir ozgina vaqtlarda